Nima menga baqiryapsiz aka? Ey, men ham jahlim chiqqani uchun gapiryapman. Shunaqa baquvvat bo'lib chiqish uchun nima qilish kerak? Aslida sotib olish kerak. 1,5 ming dollar 100 ga borib o'rgatib qo'yamiz, quyib chiqaveramiz. Dastavkasi bilan aksiya. Menga dona kerak emas. Men zavod qurmoqchiman. Kuniga mingtalab chiqazmoqchiman. Kattaroq apparatlaringiz bormi? Bor, mana shu apparat. Kerak bo'lsa 1000ta, 2000 ta kerak bo'lsa zavod qurib beraman sizga. Endi ana apparatingizni olib mingtalab endi ruchno kesib o'tiramanmi? Ruchno kesmaysiz, mana o'zi kesib beradi, avtomatik kesib beradi. Umuman ruchno ish qilmaysiz. Nima, men faqat gazoblok sotamanmi? Boshqa vibrlar yo'qmi? Vibr ko'p. Mana penablok, legosi, penablok, обычный penablok, euro komplekt, обычный komplekt, hamma yo'qdan bor. Xohlasangiz tomga pena qo'yasiz. Necha pul bo'lar endi? 800 dollardan 900 dollargacha. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin olib borib, o'rnatib qo'yib ko'rsatib beramiz. Aka, o'zingiz bosing, yomon jahli chiqib turar ekan-a. Yo'q, o'zingizdan o'tdi-da, aka. Men bundan deyman, kelib g'itsirga to'g'rayapsiz. Biz mehnatimiz bu, aka. Aka, uzr endi, bu odamlar ko'rsin baquvvat bundoq, ani zo'r narsa, sifat narsa, o'zini biznesini rivojlantirmoqchi bo'lgan insonlar ko'rsin deyman-da. Unaqa baqirib tashlaverma. Yo'q, toba qildim, bor odamni qarang. Ana qilib, like bosib tarqatib qo'yinglar. Biznes qilmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun 2000 dollargacha bo'lgan puli bo'lsa, misol uchun shang'illatib biznesni boshlasa bo'lar ekan. Eng kamida mash komplektda ham kuniga 100 dollar topsa bo'ladi. Qoching aka, men olaman ketaman. Odamni xafa qildingiz.